Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini men qorovuliman. Haq to'lashga kimga, sangami? Sen nima qilding u qo'shiqlar uchun? Sen belida ham yo'q edi u qo'shiqlarda. Sen oning ham yo'q edi yonida u qo'shiqlarda. Qo'yib ol qafasda. Shohjahon Jo'rayevning otamning qo'shiqlariga osilmang. Men Sherali Jo'rayevning qo'shiqlariga qorovulman deya san'at ahliga qilgan o'tkir video murojaati keskin muhokamalarga va tanqidlarga sabab bo'ldi. Puli bor san'atkorlar o'zingizlar qo'shiq qilinglar va bizga meros bo'lib o'tgan qo'shiqqa osilmaydi. Senga meros kerakmi? O'tirib ishla meros uchun o'zing. Biror ikkita narsa yarat u meros uchun. Sen ne tug'ilding odam bo'lib, senga hech nima bermagan bo'lsa, ovora bo'lib etakka osilma. U intervyusida otasining qo'shiqlariga merosxo'r ekanini iddao qilib, buzib pachoqlab yuboryapsizlar deya ayrim san'atkorlarga kinoya qilgan. Buzib pachaqlab olyapsizlar. Biz buni o'zimiz chiroyli qilib mana shu o'zbek xalqiga yetkazish maqsadimiz bor. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova esa intervyularining birida qo'shiqlar xalqniki bo'lishi kerakligi, merosxo'rman deya da'vo qilishga haqqi yo'q deya keskin fikr bildirgan. Qo'shiq meniki, qo'shiq hech kim aytmasin. Nega qo'shiq seniki bo'ladi? Senmi yozding bu qo'shiqni? Senmi bu talantni berding? Allohning ne'matichi. Bu shirk emasmi? Xo'sh, sizningcha bu masalada kim haq yoki nohaq? Fikrlaringizni albatta izohlarda qoldirasiz degan umiddamiz. Albatta videoga bittadan like bosib qo'ying va intervyuni o'tkazmasdan ko'ring. Unda biz boshladik. UzGlobal TV. Puli bor san'atkorlar, to'yga falon dollarga borayotgan san'atkorlar, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan, xalq artisti unvonini olgan san'atkorlar, o'zingizlar mehnat qilinglar. O'zingizlar qo'shiq qilinglar va bizga meros bo'lib o'tgan qo'shiqqa osilmanglar. Qo'yib yuborish kerak bu qo'shiqlarni. Yashasin u qo'shiqlar. Senga meros kerakmi? O'tirib ishla meros uchun o'zing. Biror ikkita narsa yarat u meros uchun. Sen ne tug'ilding odam bo'lib, senga hech nima bermagan bo'lsa, ovora bo'lib etakka osilma. Va bizga meros bo'lib o'tgan qo'shiqqa osilmanglar. Iltimos sizlardan. Buzib pachaqlab olyapsizlar. Biz buni o'zimiz chiroyli qilib mana shu o'zbek xalqiga yetkazish maqsadimiz bor. Men bir qo'polroq va soddaroq qilib aytaman bir gapni. Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini men qorovuliman. To'g'ri tushuninglar. Men shu qorovulman, Sherali Jo'rayevni maktabiga qorovulman. Bu qo'shiqlarning egasi faqat xalq. Uni kim qanday aytadi, ana yomon ijro etyapti, mana yaxshi ijro etyapti, yaxshi ko'rib ijro etyapti-yu. Kimdir to'rtta muxlis o'tirib eshityapti-yu. Bu bitta qilingan xatolar ham ko'p. Shuning uchun ham men sizga bitta narsa aytaman. O'lganga achingan ko'p, lekin bir katta sabitiya bo'lmadi. Xalqni ko'nglini sovutib qo'yilgan joyi bor. Sovutmaslik kerak, hammamizga dars bo'lishi kerak. Men yana bir bor aytaman. Ko'pchilik mani dadam palondaqa, mani onam pismadondaqa deydi. U xalqni xizmatidagi mana buni saniki emas. Ota-onangni uyga olib kelayotgan noni sanikidir. Nonni nanna deyapsanmi? Nanna deyaver. U yog'iga o'tma. Lekin har kim qizimga aytaman, meni merosimni poylama, o'zing qil meros. Yaxshi farzand o'g'il meros qiladi. Ota-onani merosini talashmang. Allohdan berilgan ne'mat o'zi bilan keldi, o'zi bilan ketdi. Qo'shig'ini eshitinglar, marhamat. Baribir sen hech kim bo'lmasang, sen hech kimsan. Dading talashasanmi, onang talashasanmi? Butun dunyoda bor narsa bu. O'zbekiston rivojlanib, mana endi bizga yetib keldi bu. Hatto konstitutsiyaga 53-moddaga kiritildi ham bu narsa. Ya'ni har bir ijodkorning ijod mahsuli endi himoyalanadi va o'sha mualliflik huquqi asosida himoyalanadi va o'sha qilgan ixtirosi orqali bu o'sha mehnatiga yarasha haq ola oladi. Bu himoyani orqasida deb aytilyapti. Nimaga endi u shu qonunlarda hammasiga o'zimiz teskari chiqishimiz kerak? Bu odamdan keyin qo'yib yuboringlar qo'shiqlarni. Har bittasi bir qush, qafasdagi qushlar. Qo'yib yuboringlar shu qushlarni. Yashasin bu qo'shiqlar. Bu qo'shiqlar xalqqa yangrasin. Siz aytgan qo'shiqlarni kim eshitadi ular qafasda bo'lsa, bola chaqasini qafasida. Haq to'lashga kimga, sangami? Sen nima qilding u qo'shiqlar uchun? Sen belida ham yo'q edi u qo'shiqlarda. Sen oning ham yo'q edi yonida u qo'shiqlarda. Qo'yib yubor qafasdan. Bu Allohning bergan ne'mati, Allohga bo'layotgan isyoni va shirki deb bilaman. Menga berdi Alloh. Men uni xalq uchun, uni menga nima berdi? Siz lichni yo'q qilib yeng deb bergan yo'q. Kartoshka non deb ustidan ham xalq ustidan tevaraqdan qarang deb bergan yo'q. Xizmat qiling mana shu xalqqa. Ezilgan paytda yonida bo'ling deb bergandir. Uni vallohu alam o'zi biladi. Shuning uchun har bir aytilgan qo'shiqchi ketgani это не beda deydi-yu. Qo'shiqlari qafasda ana beda. Ana shu fojia. Mana shuni bugun hamma o'qib yetish kerak. Bu bizning qo'limizda emas. Buni rahmatli otam tirik paytlari o'zlari shu shartnoma qilib avtorlik huquqidan o'tkazib bo'lganlar. Bizga buni haqqimiz yo'q. O'zimizcha bir narsa qilishga. Bu u kishining qo'shiqlari edi, u kishining qarori edi. Yashalgan hayot essizgina uvol hayot bo'ldi, ana fojia qaytdi.
Shuning uchun ming bor uzr so'rayman. Bu gaplarimni to'g'ri tushungansizlar, to'g'ri tushunmaganlar kasalarga yana bir qator tushuntirib berishga tayyorman. Hech kimga haqqi yo'q. Alloh devona qilib yaratadi. Fe'li bilan yaratadi san'atkorni. Lekin mana oilamni, mani san'atim uchun, mani obro'yim uchun fe'l qilishga haqqi yo'q. Men uni katta qilib qonun qilib yozib qo'yganman. Va bu qonun hamma joyda ishlash kerak deb o'ylayman. Bir xillar o'zimniki deydi. O'zingniki bo'ldi, o'zingda qoldi. Tamom, u odamni yashatmayapsizlar qo'shiqni. Tarixda qolmaydigan qilyapsizlar. Epoxa o'tdi. Epoxani eslaydigan odam kerakmi? U bilan birga yashab eshitgan odamlar ham o'tyapti, uni ham unutmanglar. Davrdan davrga olib o'tish, uni qo'shiqlarni shuncha mana Farruh Zakir, Botir Zakirovning qo'shiqlari, unvoni bor. Kim Botir Zakirovning qo'shig'ini olib eshityapti? Xudoligizga ayting, mana siz olib qachon eshitdingiz? Eshitmaysiz. Shuni singari, buni achchiq haqiqat emasmi bu? Kim gapiradi bu haqiqatlarni? Albatta kesib qo'yishlaring mumkin bu narsalarni. Kesmanglar iloji bo'lsa. Mana mard bo'lib keldirangiz shimtagiga gapirdim. Mana mard bo'lib gapiryapman. Iloji bo'lsa kesmay qo'yinglar. Qo'shiqlar yashash kerak. Qo'yib yuboringlar. Uni faqat otini aytgani bilan qo'shiqlarni hech kim eshitayotgan yo'q.